Bu men Fayza, bugun men umuman boshqacha narsa bilan shug'ullanaman. Bugun men Minecraft'ga yangi mod qo'shdim. Qaranglar, mana buni men kartoshka olamini qo'shdim. Oddiy kartoshka emas, chirigan kartoshka olami. Nima bu yerdan bilasizlarmi? Bu yerlarga stollar qo'ydim. Bu uchun bizga yakma. Endi bu stollarni qo'yib bunaqa mod sizlarga kerak bo'lsa, men video oxirida qaydan yuklashni o'rgatib qo'yaman bularni va yana o'sha 75 kun yashagan olamimdaman, lekin bu 75-kun emas. Yaxshi, hammani qo'yibman. Shuni ham qo'ysak bo'ladi-ku. Men bu to'liq obzorni qilib chiqmadim hali. Qaranglar buni. Mazza. Qaranglar, bu ham sakraydi. Xohlaganicha yuradi. Bildilarmi, shunchalik bilan kechib qoldi bu. Endi buni tushiramiz. Buni ustidan qo'ygan narsalarni qo'yamiz. Buni endi qayerga qo'yaman? Mana shu yerda turaversin. Bu chirigan kartoshkalar. Qizili ham bor, buni bas ham bor, bu yo'q. Demayman. Bo'ldi. Bu albatta stollari. Kichkina bo'lgan. Ustiga mana bunday o'tirib olib ovqatni yeyiradi. Bundan qilich ham bor ekan. Buni keyin men sizlarga o'zim ko'rsataman. Men o'ltirayapti bularni desanglar, bunaqasiga qo'yib chiqish kerak ekan. Bunisi ishlamaydi ekan. Bu yerda kattasi ham bor. Tepada ko'rganlari nima deb so'rasanglar, unaqa hayvonlar. Bu ham modda ichida bor shular ham. Hali men ham modlarni obzor qilib chiqmadim. Qoch. Hozir o'laman-ku. Bu yarimta jonim qoldirmaydi-da. Bo'ldi. Bu Fayzoni sandig'i. Keyin sizlarni ko'zinglar mana bu narsalarga tushadi. Mana shu narsalarga tushadi. Bular nima qiladi desanglar, buni ishlatsa ham bo'ladi. Shunaqalarni qildimmi? To'plovdim, sizlarga ko'rsatishga majbur bo'ldim. Mana menga mayda shunaqa effektlar berdi, effektlar. Endi bularni mana ko'ramiz. Yo'q. Olovga qarshilik 2 ham bormi? Bu Ender marvaridda bo'lakchasi menga tepaga sakrash effektini berar ekan. Buni mana bu qo'yga ushlab olganimiz menimcha yaxshiroq. Endi biz uxlab ham tura olamiz va men sizlarga bundagi chirigan kartoshkadagi kiyimlarni ham ko'rsataman. Tush. Nima tushmaydi bu? Mana chirigan kartoshkan kiyimlari. Bularni hozir kiyib ko'rsatib bera olmayman. O kiyimlarni kiysanglar, bitta hayvon oldiga borsanglar ham u hayvon tirik qolmaydi. Keyingi narsa
bundan shunaqa almashtirib olsa bo'ladi ekan. Bunaqa bo'lmaydi, bo'lmaydi. Bundan ikkita beradigan bo'lmaydi, kerak bo'lmadimi? Lekin chiroyli ekan, shuning uchun buni ham yasab ana shu yerga olib qo'ydim. Va men bu yerda verstaklarni qo'yishim kerak. Buni mana bu yerga qo'yamiz. Buni o'rniga mana buni qo'yamiz. Endi biz avtocrafterni yasashimiz kerak. Qanaqasizlar bu? Mayli. Men buni ham yasab oldim, qanday qilib bo'lsa ham qo'ydim. Mana bizda 4 xil verstak turi bor. Ya'ni boltada bittada chopiladigan bu boltada chopiladi. What the? Yoki kirkada chopiladi. Bu ham mana bu yoqqa kelgast. Tepada ko'rgan hayvonlar bilan urushamizmi bolalar? Buni nima desaydi? What the? Men salyutim qani? Bu tepadan reklamaklash effektini beradi. Mana bu qo'lga ushlab olgan yaxshi ekan. Endi men salyutim yo'q. Meni kiyimim qani? Meni tortib olishdi. Yaramas ekan. Men shuncha qilgan kiyimim. Endi meni kiyimim yo'qmi? Buni tashlab beramiz, yaxshisi. Kerak emas. Sekin qulash. Bu esa endi tez kavlash effekti. Men shu bilan kavlagan edim. Bu daraja nima qiladi? Bu manaqa jollar qo'shib beradi. Alloh ovqatni olsak, jollarimiz ham bo'ladi. Buni mana bu qo'lga ushlab yaxshi. Jonimiz ko'proq bo'lib yuradi. Mana bu yoqqa Meni salyutim va kiyimim yo'q. Endi biz nima qilamiz? Desizlar, menda almaz bor. Bu bor. Endi biz bu yerni qo'yamiz va bunda qo'yamiz. Endi bunga sehr topish kerak. Salyut bizda ko'p. Salyutdan yo'q. Salyut bizda ko'p. Salyutdan muammo yo'q. Lekin menga nezrit kerak bo'pti. Endi xo'sh, nima qilamiz? Men sizlarga hammasini obzor qilib chiqmadim. Va mana men tog'da vayron qildim. Va mana bu yoqqa qo'yib chiqdim. Va bu yerni nima qilamiz desanglar, hozir bilasizlar. Mana men bu yerga mana shularni to'plaganman. Va endi bularni qo'yib chiqamiz. Hammasini qo'yib chiqish kerak. Unda video tezlashadi. 1 2 3.
Boraman. Montajda albatta. Ne aytmadim. Ya'ni mana bu narsani nima qilishini aytmadim. Buni uzoqroqda qilish kerak. Bu nima qilishini men bilaman. Qilib ham ko'rganman. Qaranglar. Shuni deb qancha joy yo'qotdim men. Qaranglar. Ko'rdinglarmi? Oddiy tinchlikdan ham juda katta joy portladim. Mana bu bedrockni portlata oladimi desanglar, yo'q. Bedrockni portlata olmaydi ekan. Lekin shunga shu ko'p joy portlatadigan buni bu modni yuklaganda buni ezib ko'rishdi, ya'ni uylarda ushlab yurishdi tavsiya etmayman. Endi bu mod qaydan yuklaymiz desanglar, men albatta buni o'rgataman va market degan joy bor. Mana shu yerga men ezdim. Mana kiradi. Buning uchun sizlarga albatta Wi-Fi yoki internet kerak bo'ladi. Chiqib ketdi. Mana bu yerga kiryapman men. Ko'rdinglarmi? Pastda ezdim. Mana bu pastda. Agarda ko'rmagan bo'lsanglar 10 sekund orqaga qilib o'tkazib ko'rib olishinglar mumkin. Keyin mana bu yozadigan joyga kirasizlar. Mana yozasizlar bu yerga. One blok deysizlar. Keyin qidirish. Mana bu narsani ustiga bosasizlar. Va mana bu ikkinchida turgan mana shu narsani ustiga bosganinglarda u yerda free, ya'ni reklama. Xullas nimaligini tushunmadim va buni ustiga bosasizlar. Mana men bosdim va mana buni ezib chiqib ketasizlar. Mana bu yer bir bo'lishi kerak. Bir bo'lmasa xato qilgan bo'lasizlar. Va shu yerga ezamiz. Va mana men taymga o'tkazyapman. Hali g'alatiroq qizil versiyak mana bu moddan bo'lgan. Bu modni men yuklaganman. Va hali kartoshkali olam mana bundan mana moddan bo'lgan va buni ustiga bosasizlar. Mana va bu yerda mana bu narsa chiqadi. Mana shunaqa birinchi sizlarda boshqacharoq chiqishi kerak. Mana men boshqa modni yuklab ko'rsatib beraman, chunki bu modni yuklaganman. Endi bo'lmaydi. Bu modni ham yukladim. Mana masalan bu modga qo'ydim. Mana sizlarda shunaqa free degan joyda chiqadi. Shu kartoshka olamida va mana bu like-ni bosib qo'yasizlar. Free ustiga bosdim mana. Keyin Dovland va bu yerga bosasizlar. Mana bosdik, keyin shunaqa yozuv chiqdi. Create, ya'ni olam yaratish degan tugmachani ustiga bosasizlar va mana sizlarda olam yaraladi.